Endi yo'l harakatiga oid ayrim huquqbuzarliklar uchun jarima emas, ma'muriy ogohlantirish beriladi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. 2026-yil 4-fevralda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 11-16 sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni imzolandi. Mazkur qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan kam ahamiyatli huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish jazosi qo'llanilishi belgilandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 24.1 moddasiga asosan ma'muriy ogohlantirish ma'muriy jazo chorasini qo'llashga vakolatli organ mansabdor shaxs tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunga xilof xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirgan holda unga rasmiy tanbeh berishdan iboratdir. Ma'muriy ogohlantirish yozma elektron ravishda qo'llaniladi. Ularga quyidagi huquqbuzarliklar kiradi: xavfsizlik kamari taqmaslik yoki motoshlam kiymaganlik, bolg'achi, o't o'chirgich, tibbiyot qutichasi, avariya holatida to'xtaganligini bildiruvchi belgi va nur qaytargichli kamzul yo'qligi, ifloslantiruvchi moddalarning miqdori hamda shovqin darajasi normalardan ortiq bo'lsa, ruldan, telefondan foydalanish, rulda monitor displey, tele, video dasturlarni tomosha qilish, to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish, majburiy sug'urta qilish talablarini buzish, piyodalar va yo'l harakati boshqa ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalarini buzishi. Bunda shaxs o'z qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lganda, shuningdek, mazkur kodeksning boshqa moddalari bilan nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etmasa, vakolatli organ tomonidan ma'muriy ogohlantirish beriladi. Ma'muriy ogohlantirish ayni bir shaxsga nisbatan yil davomida bir martadan ortiq qo'llanilishi mumkin emas. Qonunchilikdagi yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.